Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Navoiy viloyati Konimix tumani Sho'rkur mahallasida 236-konturda amalga oshirilyapti. Ushbu maydonga mosh o'simligini ekkamiz. Bu yerda ushbu maydonimiz 20 gektar tashkil qiladi. Uzunasiga 700 metr, bo'yiga 288 metr tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar o'sha zamonaviy usullar bilan parvarishlanyapti, mineral o'g'itlari berilyapti. Bu o'simligimiz o'sha 90 kunda o'z hosilini beradi. 90 kunlik ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan. O'rtacha har bitta dehqon xo'jalikka 1 gektardan yer to'g'ri keladi. Ushbu loyihamizni samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Konimix Chordara MCJ lider tadbirkorimiz biriktirilgan. Bu loyihamiz samarali amalga oshishi uchun ushbu loyihadan biz gektaridan o'rtacha 2,5 tonnadan 3 tonnagacha rejalashtirganmiz. Umumiy 20 gektardan 50 tonna, 60 tonna atrofida hosildorligi rejalashtirilyapti. Ushbu ekinimizni ekib olganimizdan, yetishtirib olgandan keyin hosildorlikda ikkinchi takroriy ekishga bizda imkoniyat bo'ladi dehqonlarimizda. Shu orqali o'sha dehqon xo'jaliklarini daromadini oshirsak bo'ladi.